Hazırlık pulumni qaytar. Pulumni qaytar. Anladingmi? Odil chatoq bo'ldi. Uyga bir mo'ch qarz egalari kelib, uydagi hamma narsalarni olib ketdi. Endi qandoq qilamiz? Qandoq gap bo'lib ketdi bu? Haras, siz shahrimizga Kattaboy voris jamiyatligini to'liqdingizmi? Bo'lmasa biz ularga yolg'irib boqaylik. Balki bizga yordam qilsa ajab emas. Yo'q. Unaqa yolg'irsa bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi. Chunki odil jamiyatini vayron qilgan odam dalman. Nima? Rafqat, sen O'lib ketgan, shundoqmi? Qo'yinglar. Qo'ygan. Hammanglar bakansizlar, nihoyat yaxshi. Bu ishni senga rahmat etmasam bo'lmaydi texi. Ayni vaqtda opamning mirosini tortib olish uchun meni zo'rlab chet elga chiqarib etdi. Meni tog'am qaytarib keldi. Shirkatning lideri bo'ldim. Shirkatning lideri? Ajbosa, haliqi Kattaboyning shirkatining liderimi? Demak, meni vayron qilishda planlagan odamsan-ma? Bunda qilsa qandoq bo'ladi? Men seni dadam tursam. Dadam? Ey, ayni chaqda mushu xotin uchun opamni qasab o'ldirganda dadam ekanligini o'ylab boqolmaydim. Mushu xotindan bo'lgan balang uchun meni chet elga chiqarib etib ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lganda dadam ekanligini o'ylab boqdingmi? Sendakmi dadammi? Bo'ldi, ishkinglar hozir iqtisodiy jinoyatga chetilib qoldinglar. Nimalik gap bo'lsa, qonun organiga beribdinglar. Ep chiqib ketinglar. Bunda qilsam bo'lmaydi. Men seni dadam. Mening bu ish bilan munosabatim yo'q. Hammasini qilgan u. Meni qo'yinglar. Voy, kim o bu? Bek chiroylikan-ku. U Ilhom jamiyatining ikkinchi xon qizi, nomi chiqqan o'yinchi. Eliqqa bir kechidlar Najar bilan aralashib, yurgiga o'tin sap qo'yib, kar bo'lmaydigan heliq qanqa so'kanda? Qandaq? Dadangdan anglaganmiding?